Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Yana bir uston opkamiz bizlarimizning Bog'ot tumanida bo'ldi. Shu xonadonimizda shunday spanli kampiliklarni ishlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yon tarafda turma qismini shunday dizayn asosida ishlab berdik. Bu yon taraflarni profil oynalari, LED lampashalarni qo'yib, oynalardan yana taqib berdik. Bu mexanizmlari, yaxshi mexanizmlar tandem bo'ladi. Prostoy bo'lmaydi. Shaf kısmına kelsak, ko'rishlaringiz mumkin. Eshiklar ham. Korobka kısmı 60 cm bo'ladi, balandligi 240 bo'ladi. Bu yan tarafda eshikchasi o'rtasida polkalari, seplar bo'ladi. Bu yan tarafda profil oynalar etib berdik. Mebelimiz ko'rishlaringiz mumkin. Kashmir svetda oldu. Uchkalarini, oynalarni sarı svetda, gold svetda ishlab berdik. Spanneler ham, boshliqlar ham ulug' bo'ldi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yan tarafda ikki tarafda tomishkasini taxlab berdik. Vakuumli bo'ladi. Materiallari super mo'sh bo'ladi. Matraslar ham yaxshi matraslardan qo'yib berdik. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, oshxona mebel, to'y kamperliklari bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Magazinda tayyor mebeldan zakaz mebelning farqi eslatib o'taman. Zakaz mebelda xohlagan dizaynda, xohlagan o'zingizga yoqtirgan devordan devorgacha, xohlagan potolokgacha ishlab beramiz. Korpus qismini 60 cm, xohlagan 70 cm ham etib ishlab beramiz. Mebelimiz shu variantda chiqdi. Telefon